Assalomu alaykum, maxfiy yangiliklar kanaliga xush kelibsiz. Global hayotda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklarni biz bilan kuzating. AQSh Eronga qarshi zarbalarni boshladi. Fox News. AQSh markaziy qo'mondonligi vakillariga ko'ra, Amerika harbiy kuchlari Eron janubida bir nechta harbiy nishonlarga zarba bergan. Fox News xabarlarida aytilishicha, hujumlar raketa uchirish qurilmalari, Hormuz bo'g'ozida mina qo'yishga uringan kemalar hamda Bandar Abbos portidagi zenit raketa tizimiga qaratilgan. AQSh tomoni bu operatsiyani o'zini himoya qilish deb izohlagan va zarbalar AQSh qo'shinlarini Eron harbiy tahdididan himoya qilish maqsadida amalga oshirilgani bildirilgan. Shuningdek, rasmiy bayonotda bu harakatlar sulh rejimi doirasida mudofaa xarakteriga ega ekanligi ta'kidlangan. Xabarlarga ko'ra, Hormuz bo'g'ozida Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusiga tegishli 2 kema mina qo'yishga uringan paytda yo'q qilingan. Bundan tashqari, Bandar Abbos portida bir nechta portlashlar sodir etilgani va zenit raketa majmuasi nishonga olingani aytilmoqda. Fox News jurnalisti Jennifer Griffinning yozishicha, AQSh zarbalari hozircha yakunlangan va ular keng ko'lamli hujum emas, balki mudofaa choralari sifatida amalga oshirilgan. Eronning Tasnim agentligi esa Bandar Abbos hududida bir nechta portlash ovozlari eshitilganini xabar qilgan, biroq rasmiy tasdiqlangan zararlar haqida aniq ma'lumot berilmagan. AQSh va Eron o'rtasida aprel boshida e'lon qilingan sulh rejimi hali ham amal qilmoqda. Keyinchalik AQSh prezidenti Donald Tramp ushbu sulhni noma'lum muddatga uzaytirgan edi. Avvalroq tomonlar Hormuz bo'g'ozini ochish va harbiy harakatlarni to'xtatish bo'yicha kelishuvga yaqinlashgani haqida ham xabarlar tarqalgan. Kelishuv imzolansa, AQSh bo'g'ozni darhol qayta ochishi va 30 kun ichida dengiz qatnovini urushdan oldingi holatga qaytarishi kutilmoqda. Rossiya Kiyevga dron va raketalar bilan yirik hujum uyushtirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina poytaxti Kiyevga muntazam ravishda zarbalar berganini buyurganini ma'lum qildi. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 25-may kuni AQSh davlat kotibi Marko Rubio bilan bo'lib o'tgan telefon suhbatida bildirgan. Lavrovning aytishicha, Ukraina tomonidan Rossiya hududlari, tinch aholi va fuqarolik obyektlariga uyushtirilayotgan hujumlarga javoban Rus armiyasi Kiyevdagi harbiy infratuzilma hamda qaror qabul qilish markazlariga tizimli va izchil zarbalar bermoqda. Uning ta'kidlashicha, hujumlarda Ukraina armiyasi foydalanayotgan obyektlar nishonga olinmoqda. Shuningdek, Lavrov AQSh diplomatlari va boshqa Amerika fuqarolariga Kiyevni tark etishni tavsiya qilgan. U suhbat davomida 2025-yil avgust oyida Ankarada bo'lib o'tgan AQSh-Rossiya sammitini eslab, urushni tartibga solish yo'lidagi jarayonlarga Kiyev rahbariyati to'sqinlik qilayotganini aytgan. 25-may kuni Rossiya tashqi ishlar vazirligi Kiyevga yangi zarbalar berilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Bir kun avval 24-may kuni Rossiya armiyasi Ukraina poytaxtiga yuzlab dronlar va o'nlab raketalar bilan yirik hujum uyushtirdi. Hujumda Oreshnik raketa tizimi ham qo'llangani aytilmoqda. Oqibatda 2 kishi halok bo'lib, 92 kishi jarohat oldi. Rossiya tomoni bu hujumlarni 22-may kuni Ukraina armiyasi tomonidan LXR tarkibidagi Strobelsk shahriga berilgan zarbaga javob sifatida izohladi. Mazkur hujum oqibatida talabalar yotoqxonasi vayron bo'lgani va 21 kishi halok bo'lganini bildirgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyalarda qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.